Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa o'zlarimizning shu To'broqqal'a tumani Fitna shahrimizda Oxunboboyev mahallasi bor. Shu yerda ko'pchilik biladi, Nuratadan o'tgandan keyin Oxunboboyev mahallasi boshlanadi. Chap qo'ldan keladigan ko'cha bor. Yopiq narsa bilan. Bu yer bitin asfalt atilingan, gaz, svet, Wi-Fi hamma narsa bor. Maktab ham bu tarafda yana O'zbekiston maktab, bog'cha sharoitlari yaxshi. Bu yerda hech yani svetdan, gazdan, neden muammo yo'q. Şöyle bir yer o'rin chiqaracakman. Hozir gömülüp turibdi. 1150 kvadrat metr dedi. Narxına keladigan bo'lsak, 13 ming dollar deb o'tiribdi. Kimdir qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, shu egasining telefon raqamini qo'yib o'taman. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, reklama xizmati nomerini ham qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib reklama qildirishingiz mumkin bana. Xudo xolasa, lekin yer maydoni ham katta ekan. Ajoyib yerlar bilasizlar, ko'p yerlari Oxunboboyevda asfalt bo'lmay qolgan yerlar yo'q. Bitta hamma yer asfalt bo'ldi hozir. Hozir sizlarga ko'rsataman. Shundan kelsangizlar Assalomu alaykum. Shundan kelsangizlar Nuratadan kelib, yana chap qo'lda o'zi. Sal Nuratadan o'tasizlar, chap qo'lda asfaltdan kelib kelasizlar. Bu yerlar bitta yana uylik, joyliklar bo'lib ketgan yana. Ko'rganlaringizni. Yine hemen uyunda turba ötken gaz, paz, bayış işeden girseniz özü bir 30 metrede o maşın durgan yer onu satılacak. Aziz dostlar, görcelerinizden işi yeri onun şu satılacak otur ha. Bunu kazık konularını göstermezseler, haddilerini da neden nereye? Yine görüyorsunuz talba, yine torba, şöylece bir anlı göğüstü betensilere. Yine gömülüp durup tayar bu. Doğru fundament atıp arasılar. Fundament atıp çette bir joy çöydü böyle. Ben haddi o ana hacatxananı gördünüz ama şu hacatxanaçı. Yine bir yeri bu yine. Hoş ne iki koyup tekerle özleriniz bir anlı karıştırıp arasılar. Şimdi bula şu konuşanına bir koyup da az okşaydı. Ben tarafını göstermem aslında kazık onun. Özüm gömülgen olsa zor gömülgen bu. Bana karan 1,5-2 metre peste attı bu yine gömülüp. Acayip olup. Özüm sarça yatıracaktılar yine. Zeyçik miydi başka. Yine ben şu paksaya açı. Yine kişine o kadıp kemen şöreçe. Dostlar, bunun hücceti var. Turar hücceti bunun. Natural mezbide. Yine gözlerinizi. Bir mal gelip sodalaşıp, gelişip alıp fundamental joy başı veresiler. Aziz dostlar, yine aytıp ötemen. To'broqqal'a tumani Fitna shahrimiz Oxunboboyev mahallenin başlanışında bu. Gaz, svet, Wi-Fi hamma narsa bor bu yerda. 1150 kvadrat yer maydon gömülüp turibdi. Ajoyib bo'lib. Narxi yana aytib o'taman, 13 ming dollar deb o'tiribdilar. 13 ming dollar olib kelishib narsangizni olib qimmatanmas deb o'ylayman men. Aziz do'stlar, kimga qiziqarli bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar, bir like'larni bosib qo'yaverasizlar.